Alloh birovga muhtoj qilmasin. Birovni ostonasiga sarg'aytirmasin. O'zidan o'zgani oldida boshlarimizni egiltirmasin. O'zidan o'zgani oldida muhtoj qilmasinki, alhamdulillah deb shukrni ko'paytiring. Hayotingizda, kalendaringizda, o'zingizni har kungi kunlik soatingizdagi kimni shukri ko'paysa, kim minnatdor bo'lsa, vaziyatdan, hodisalardan, kim nima ustingizga mayli alga aytadiku ulamolar, tosh otsa nima qilgin desa, toshni o'sha yig'ib qo'ysang zo'r imorat chiqadi toshdan. Hozir juda chiroyli. Otaversin, loy otsa loyini to'plab qo'y, loy suvoq zo'r uylar chiqadi. Hech qachon undan xafa bo'lma. Senga ishlab berayotgan mardikor u. Seni yomonlayaptimi, senga yomonlik qilaman deyaptimi? Uni ko'rib turgan chevar bo'lgan Robbi bor. Sen hodisalarga, vaziyatlarga, qadaringga alhamdulillah deb rozi bo'lgin. Uni orqasida sen kutmagan senga yaxshilik ishlari bor. Bu aniq. Alloh bitta ishini berkitib qo'ydimi, xafa bo'lmang. Nimaga mana shu ish bekilib qoldi? U yoqdan xayr va baraka ikkita ish ochiladi.